hozir uylanish bunaqa mazaligini bilganimda tug'ilib uylanar ekanman. To'yimiz zo'r o'tdi, Nargiz. Nodir aka, endi uylandingiz, oilalisiz, yana eski qilg'ilaringizni boshlasangiz, onamnikiga ketaman. Hamma aytganingni itdek qilaman. Faqat o'tmishni yuzga solish, xo'pmi? Kelishdikmi? Jinnivoy, tarvuz yegim kelyapti. Voydod, sen uchun ena bola sigira beraman. Ketdik, qani? O. Hayotimning mazmuniga bitta tarvuzingizdan berib yuboring-chi. Kelinglar, qanaqa tarz kerak ekan? Nodir aka, Yodingdami biz yurgan chog'lar? Nodir aka, kim bu? Nimaga yerimga suzilyapsan? Ha, onasini emsa, hozir uyda bir-birimizga o'tmishda eslamaymiz deb va'da berib chiqdik-ku. Ketdik, boshqa joyda olamiz. Ketdik. Nargiz boshing aylanmayaptimi? Yo'q. Ko'ngling aylanmayaptimi? Yo'q, nimaga so'rayapsiz? Meniki yomon aynyapti, yoqmaydigan narsa yeb qo'ydim shekilli. Nodir aka, Yodingdami biz yurgan chog'lar? Nodir aka? Ha, endi ichgandan keyin har bola bo'ladi-da. O'tmishni eslamaymiz dedi-ku, yur baqa. Sen ham Nodir aka deb olasan, ha? Nargiz qara. Oladigan bozorlaringda ovoyasiz. Bugun ham kechasi bilan yeb ichib uxlamay chiqamiz. Nodir aka, baviy olaylik. Oq ko'ylagingizdagi dog'ni bittada ketkazadi. Germaniya mahsuloti allergiya ham chaqirmaydi. Nima olsang, tezroq uyga borsak bo'ldi. Bizdan qancha bo'ldi? sizlarda nima bo'ldi? Voy, Nodir aka. Yodingdami biz yurgan chog'lar? Nodir aka, shu opa bilan Ha, onasini emsin. O'sha payt 1 yillik xizmatda edik. Bitta armiyaga bitta povur edi. Nima qilishim kerak edi?